Camuqa birodar, biz yana ko'rishib qoldik. Vaqt nima degan tez o'tgan, ha? Lekin yayloqning shamili ikkimizning yuzida cho'nqur qo'riqlarni qoldiribdi. Shundoq. Ikkimizning O'nun daryosi bo'yida tunji qatim ko'rishganimiz esingdimi? Esimda bo'lmamdi qan. Ikkimiz qasamlashganda do'stligimiz shuncha pok va samimiy edi. Qasamdishim, biz shu sabiy chog'larimizdek hamda chiroyli o'taylik. Shundoq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Marhamat. Eng oliy ehtirom, eng samimiy ko'nglim bilan keraklarga rahmat aytaman. Egi chaqsiz yurgan kunlarimda, markitlar meni ornimiz qo'ygan chog'larda, sizlar ota-bola, aka-inilar, qasamdishim Jamuqa bilan birlikda menga martlarcha yar yo'lakda bo'g'dinglarga rahmat aytaman. Keraklar bilan jadarallar bo'lmagan bo'lsa, men To'mirchinning buguni bo'lmagan bo'lardi. Mushu chin do'stligimiz uchun xon atamga, jaqagan bu tog'amga, sangim inimga bir o'tik qimiz tutay. Marhamat. To'mirchi, bu yoqqa kel. Ha. To'mirchi, xotirjam bo'l. Amdi kim zaharlik jilandek do'stligimizni buzmoqchi bo'lsa, hargiz uning damog'iga tushmayman. Kim zaharlik chayandek o'ttirimizga so'g'uqchilik salmoqchi bo'lsa, hargiz uning kayniga kirmayman. Biz 100 turani o'zaro tushundirib, barliq o'qishmaslikni pokiza tugitib o'taylik. Xonada deganlardek bo'lsak yaxshi bo'ladi. Qerib qoldi. Tangrining dargohiga qaytadigan vaqtmi bo'lib qoldi. Kunlarning birida tog'ni dalda cho'pni yostiq qilib oromga ketaman. Tenim qo'rq ustixonga aylanib, tog' cho'qqisiga mangulik mahkum bo'ladi. Xonada o chog'da al qavmlarimni kimga topshiraman? Inilarimga kelsak, ularning ko'ngli yaxshi, lekin ularning iqtidoridan ep-eysam, Tangrim kechirgaysan. Ularning hech qaysisi keraklarga Amirxon bo'lishga loyiq emas. O'g'limga kelsak, Tangrining iltifotiga ishqalla. Sangum ismli bir o'g'lim bor, lekin uning qo'lidan hech nima kelmaydi. Cho'ng ishlarning hudisidan chiqolmaydi. Hozir shuni jakalaymanki, To'mirchinni Sangumga aka qilib beraman. Ikki o'g'lim bo'lsa, men bu g'am andishidan xoli bo'laman. Kel, Sangum. To'mirchin. Igam Aysoga Mo'ng'ullarning odati bo'yicha kuniga qasam qilamanki, To'mirchin bilan qayta padar o'g'il bo'lishimi? Qarang, ular amdi akfuk bo'ldi. Sangumning chiroyi tutilib ketganini ko'mdingizmi? Aldırma. Buran çapkın tek aldığımızda. Amirxonning padar o'g'il bo'limiz degani nimadan derak berdigandi? Kerak qabilasini qolgan og'imizga o'tkazib berdigan o'xshamamdi. Shunday o'xshaydi. O inlari bilan o'g'liga norozi ekan-ku. Qaraganda qimizda chiqib olgan o'xshaydi. Ansirayapman. At sayganda bugun deganlarning hammasini unutib qolamdi texi. Men shuningdan ansiraymanki, Amirxonning bu gapi tog'i jiyan ikkisida qolganimizga nisbatan o'chmaylik qo'zg'ab qo'yam ekan. Urush qisi bormi ekan? Hozir ulardan hargiz qo'rqmaymiz. Lekin hozir keraklar bilan elishadigan chaq emas. To'g'ri deysan. Biz darhol bir amal qilib, Sangum degan bu tepkak oyg'irini balduroq tushab qo'yaylik. Ulan. Ata. Amirxon bilan To'mirchinning bu yerlikini ko'mdingmi? Chapsan salom qilmamsan. Amirxon, To'mirchin qolgan.
Oğlum Dömürçin, şahane çadırıma girip birkaç etken çay içi var. Tağanim, Menin çidirimga baraylı. Börtənin sili xanatımız bilen deyişdiğin gipi var eken. Aha, bol adamsa, senin çadırına baraylı. Anlasam kızları çağırıp bekaya tek çay içkizmepsiler. Çoğun oğlum çocuğa çay içkizip koysak deymen. Kızımız Kucin Beke 18'e kirdi. Onu Sengim'nin oğlu Tusaqağa yatlık kısak dep oylavatımın. Han ata, silinin qandaq fikirleri var ki? Öz ara kuduluşam da ok. Tanrı igemge şükre, ondan oylapsız. Çağır Beki bilen Juchi'nin toyuğa hazırlıverdi kıla alayman. Lekin Tusaqağa kelsek, o Sengim'nin çoğun oğlu. Onun bilen məsləhətləşkəndən keyin sizge cavabını berey. Ondaq bolsa, Boğurçin elçilik evetey. Xanata, o sili bilen billi basın. Boludu. Sengim çokum koşuludu. Özara kudulaşsaq, gülü kelgendek iş bolmamdı. Yaxşı, pek obdan boldu. Tömürçen kalsı obdan oylaydı kana. Kızına oğlumga yatlık kısa, oğlum hallık taxtiga olturganda kızı hatun boludu. Sağlamna Jochiga yatlık kıldı ikemiz dexe. Jochi qanchalik nimeti? Sengim, bundaq desem qamlıçamdı. Jochi Dömürçinning çoğun oğlu dursa. Hata dedim mi? Jochi merkitlerinin puşt ekanligini kim bilmeydi. Sengim, yok yerden gap tapma. Gap tapqanim yo'q. Tömürçen Jochiga hergiz qag'alliq o'rnini bermaydi. Malikimiz ularga yatliq bo'lsa, shimoldagilarning to'qili bo'ladi. Lekin Tömürçenning navrisi Karaylarning amirxoni bo'la oladi. Deb baqsila, bundaq o'zaro qudulishish aqlga sig'amdi. Piştini basatlarga ishonma, yaman so'zlar bilan dil azori qilsang bo'lmaydi. Markitlar börtani bo'lib ketib, bir necha oydan keyin qo'shin bilan qaytayotganda Jochini tuqqan tursa, qandaqsiga markitlarning pushti bo'ladi. Undaq bo'lsa, bu elchi janoblar deb baqsin. Jochi qag'alliq taxtiga varislik qila olamdi yo'q. Moğollarning odati bo'yicha inonchlar ishidagi aqllar tanlab saylanadi. Jochi balalarning cho'ng bo'g'ini uchunla. Cho'qim qag'alliq taxtiga varislik qilishi natayin. Lekin umi inlarga o'xshashlar, bundaq fursat yoki mumkinchilik muyassar bo'lishi mumkin. Qorchi, xuddi bulbul sayragandek gapni bek chiroyli qildi ekansiz. Kimning qag'alliq taxtiga varislik qilishi bu keyingi gap. Hozir balalarning to'yishiga kelayli. Ballana to'yishiga ota-ona ega bo'ladi. O'g'lim Tömürçenning sovuq qilgan qizni olmaydi. Singlimni hiliqi haromzada Jochiga yatliq qilish masalasiga kelsak, men buningga aralashmayman. Sengim. Mana hammani ko'rdingiz. O'zaro qudulish ishi so'qchilishiga o'xshaydi. Amaliyotda ulug' xotun Jochini tuqqanda menmi kep bo'lgan. Ulug' xotunni bulab ketib, biz qutuldirib chiqqicha 9 oymi bo'lmagan. Jochini markitlarning pushti deyish. Tuxumdan tuk undirganlik emasmi? Bo'ldi. Sengimning deganlarini boshqalarga dedingmi? Yo'q. Hech kimga tinma. Qag'anim, xotijan bosla. Men qurchining og'zi har holda chinjimi? Qag'anim, tek yotmadilami? Qadag'an, qimiz akilam. Zorlab qimiz içmeydiler. Birek köngülsüzlik buldu mu neyme? Jochi, rastlı mening o'g'lim emasmidi? O degendek cesaretlik emas mikin? Nayeti cesaretlik.
sizlarga degandek sodiq bo'lmadimi? Mağana ayt sodiq. Undaqda uni o'g'lim bo'lishga loyiq emas deb o'ylamdilar. Yo'q. Uning jasurligidan to'limi faxrlanaman. Uni yaxshi ko'rmamdilar. Ko'ngillarda u mening o'g'lim emas deb shak keltirayotqashqa, u sizlarga borgan siri yot tuyulyotdi. Shundaqmi? Eliqi o'lgir markitni o'ylasamla, Juchi ikkimizning o'ttirisida bir ko'langi paydo bo'ladi. Undaq o'ylasizlar, Juchig'imi bo'rtagim odillik bo'lmaydi. Juchi sizning o'g'illarmi emasmi? Buniga bir nim deyamayman. Lekin haqiqiy ahvol qanday bo'lishidan qat'iy nazar xatolik ularda emas. Ularga nisbatan bunday xiyollarda bo'lib yursizlar, xatolik sizlarda bo'ladi. To'xtasizlar. Mas bo'lib qolmasizlar yana. To'smam. To'sqinim yo'q. Aldirmisizlar deyman. Saygak chaqlarda shuni davolay. Men bir ayol bo'lsammi, shunisi ayonki bunda qilsalar, o'g'illar bilan arlarda, bo'libmi boshqa o'g'illar bilan uning o'ttirisida dushmanlarni chatlantiradigan arazlik paydo qilib qo'ydilar. Dağar taytağa. Bilemsiz, Sengüm Emirxan'ı taşlap, Berk çöllüge qo'sh tikil ketipdi. Ha? Nemişqa? Neymişki bo'latdi? Atıbalı ikkisi ayg'irdak tepishib turdi ekan emasmi? Bu fursatda hargiz qo'ldan bermayli. Yuringlar, yo'lda deyishayli. Ma'qul, siz narsalarıngizni yig'ishtiring. Endi tamoshasini ko'rdigan bo'ldik. Ya, tamoshasi texi degandek chiqmaydi. Emirxon bilan Sengüm o'tirishga o'tni yana ulg'aytayli. Yolg'iz karaylarning tamoshasi qizimisan, temirchilarning tamoshasimi qizisan? Ha, to'g'ri. Dağarı taytağa, siz qiyon qabilasiga berib, eliqi hamoqat Chag'atayga Sengümning degan gaplarini yetkazib qo'ying. Men uning bo'g'isi qamlashmasmikin? Hay, men baray. Cho. Yuringlar. Kuchar akamg'u bu. Ha? Kim o'g'lin? Qaysi shamol sizni bu yoqqa uchirib keldi? Yo siz bu yoqqa shamol chiqaqil keldingizmi? Hey, sizning bu og'zingiz niza? Bu pitni pasatni sana kim dedi? Mama, bu gap zodi rostmi? Dapaslichu. Yolg'on. Mama, haqiqiy ishni qasddan yoshiryotdilar. Chag'atay bo'ldi qislar, momlarning ochiq gap ketganini ko'midinglarmi? Seni gap qilgan haqqim yo'q. Pes dedik. Chag'atay, qadag'an kichik opangga undaq gap qilma. Necha yildan beri mendan yoshirib yuribsizlar. Agar Juchi Markitaning avlodi bo'lmasa, dadam nemishqa uningga Juchi deb ism qo'ydi? Juchi chaqirilmagan mehmon degan ma'noda. Bu ismdan Juchining dadamning o'g'li emasligi chiqib turmamdi. Og'zingni yum. Kuchar. Bu suxancha ilgar tulka. Kuchar, to'xtab tur! Kuchar, to'xta deyman! Kuchar, bu zaharlik chayon, endi ko'zimga ko'rnigich bo'lma! Kim o'g'lin? Aldırma. Qanchalik bo'lmasin bu o'qni sen qaytirib beraman.
Çağatay, sen meni xon otamning o'g'li emas deb sen dedingmi? Shundoq, men dedim. Meni Markitlarning avlodi degan bu gapnimi sen deding. Shundaqmi? Deymisanmi, sen Markitlarning avlodi. Çağatay, sen zaharli so'zlar bilan meni haqoratlayapsan. Sen dadamning ikkinchi o'g'li bo'lg'achqa, mana shunday pastkash vositalar bilan ota-bolalik mehrimizga sovuqchilik silib, haqoratlik o'rniga varislik qilmoqchimi? Sana deb qo'yay. Qag'anliq o'rniga varislik qilam demay yo'q buning qaraytishig'liq. Lekin Markit avlodining Mo'ng'ullar qag'ani bo'lishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Aka, boshqalardan anglagan bunday o'sak so'z bilan akamdan qaratilsang bo'lamdi. Boshqalardan anglagan bunday o'sak so'zning asosi yo'q degili bo'lmas. Jo'ylimi? Juchi, ang yaxshisi nadin kelgan bo'lsang, shu yerga ket. Degan mo'sh gaping uchun qiningni oqqizman. Oqsimi, Mo'ng'ulning qini oqidi. Lekin sening tomirlaringda eqiyotgani Markitlarning maynat qini. Ondaq bos ko'rib baqayli. Qinimizning nari o'xshamaydi-ki. Aka, qarg'u musun? Bu ardiki nizoni hal qilishning eng yaxshi usuli. Urishmanglar! Qilishib tashlanglar! Yo'qol! Chatg'avomisan? O past xotin! Yo'qol! Jo'chi, inangizni yaralandırdınız. Endi ko'rib beqinglar. Tomirlarimizda oqqan qonning nari o'xshamaydi-ki. Qag'an atam keldi. Anlap duruş. Börtte hürmetlik en sazaver ananla. O pak, sadık, akgönül, işçan ayal. O bugünküdek şan şöhret kazanışımga hemdemdi bop geldi. Jochi, mening oğlum. En batur, en tökpikar oğlum. Uqtulamı? Uqtu. Yine qadağan kichik apanglar sizlar xohlagancha buyruq qildigan dedek emas. Hurmatli kichik tegishli ananglarning o'rnidagi ayol. Qadağan kichik apa, xato qilibman. Meni kechiring. Boy deganlarimga nima qil bo'lay? Yo'q. Hammanglar kichik xo'jalarim tursanglar. Ularga bunda huz xotira qilmang. Bundan keyin kim mening deganlarimni unutib qolsa, shu mening o'g'lim emas. Bo'ldi, chiqib ketinglar. Qizim, ko'nglingizni yerim qilmang. Azar yeganligingizni bilaman. Ayol bo'lmoq bek tez. Bo'rchigillarning kelini bo'lmoq texmi tez. Qoida bo'yicha aytganda dadangizning yomon gapini qilmasam bo'ladi. Lekin u o'tganda ko'pning oldida To'mirchinni cho'ng o'g'lim deb jakoladi. Ya'ni sizni qo'lidan yeshinib kelmaydi, cho'ng ishlarning o'disidan chiqolmaydi dedi. Shundoq. Bu deganlari kelgusida o karaylarning amirlik ham xonlik o'rnini To'mirchinga o'tinib berganlikdan derak bermamdi. To'mirchin buni sizdan obdan biladi. Bo'lmasa nemishqa rozimanlik bilan xon otingizga o'g'li bo'ladi. Ha? To'mirchinning yomon niyatini olli-burun sezganman. Lekin xon otam uning qilgan kichikkin yaxshiligini deb o'zini bilamay qoldi. Siz uning tikandek yolg'iz o'g'li. Keraylarning hayot mamati sizga bog'liq. Aytama, siz qanday qilsam bo'la? Avval qo'l solgan foydalidir. To'mirchinni o'chiqtirib, ondan naymanlarni yo'qotsangiz, o'chaqda butkul yaylaq sizga qoladi. Monda qilsaq deyman. Qani so'zlang.
Suv bo'lmasa daryo bo'lmas, yildiz bo'lmasa daraxt turolmas debdikan. Biz avval uning el qavmlarini bulab kelaylik. El qavmlaridan ayrilsa, u kimga qolgan bo'ladi ekan qeyni? Bo'ladi. El qavmlarini bulaylik. Keşti börtenin yeniq berip yazsıla. O çokum azaplanıyatıdı. Bulmasa, yesügen yoki yesüyning qishiq basıla. Bundaq yalğız xiyal sürüp yursila, özlerini aldırıp qoydular. Muşundaq o'tirsaqmi, bir obdan bo'ladi ekan. Meylemizse. Sizge hemra bulup o'ltirish beray. Bo'lmasa mush yerda qo'nib qolsizlar. Bekkash bo'lib ketdi. Nim bo'ldi? O'zimga yondi. Qandaq deylar? Anlagan bo'g'idingiz. Kichik chig'imda yot qo'saq enimni o'ldirib atgandim. Hozir ikki o'g'limmi buqidek üshishyotdi. Qag'anim. Keyinchi ularni yaxshi o'rinlashtirsalar, aniq ijil o'tib ketdi. Agar o'zir oldi bilan birasiga boshqacha ko'z qarashda bo'lsalar, o chaqda cho'qim oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Qag'anim bu yerda bu. Ha, bu yerda. Qag'ani, sen gümden adamları yaylığımızga ot koyuvetti. Yani el kavimlerimizde buludu. Qanchalik odamimizni bulab ketdi? Aldın ala tayyorligimiz bo'lg'achqa ancha ko'p bulab ketamedi. Bu ish qajab tez tutish qipti, ha? Çataq oldu. Semgin Temirchining avulini bulyamapti. Mag'lub bo'pti. Chandurib qo'yibdi-da. Nima? Tömürçinin el qavmlarini bulash to'g'riliq yo'l ko'rsatishga maqsadingiz nima edi? Suv bo'lmasa daryo bo'lmas. Shapi berib yilonni cho'chitdingiz, shundaqmi? Burunli o'ylashim kerak edi. Qandaqli bo'lmasa sizlar yaqin tuqqan emasmidinglar? Undaq dema. O meni qamab qo'ygan. Yana qurultayga qatnashtirg'izimga texi. O'zingizni aqlamang. Qeri. Xiyolingda mushuna qilsam, har ikki tarafga yaxshiroq bo'laman deganmiding? Agar Tömürchin Sangumni mag'lub qilsa, Tömürchining afv qilishiga erishmoqchi ekansan-da. Shu akapsan. Hech kim sendek tikish to'xtamaydigan pes odamni yoqtirmaydi. Sen menga sep qo'yay. Agar yana Tömürchinga ham nafas bo'layotgansan, qilichim qor beshingni hargiz oyab qo'ymaydi. Aldingmi? Jamuqa! Semgin sizni darhol kelsin deydi. Tömürchin sezib qoldi. El qavmlarına başlap xon otam bilan birga yaylayotgan yaylaqdan ko'chdi. Deb yiqinglar. Endi qanday qilamiz? Biz mundaq o'yladik. Endi bir amal qilib, Amirxonni qo'shin tortib, Tömürchinni yo'qotishga ko'ndiraylik. Xon otam unami? Uningga o'xshash bir gapni 10 odamga ayonmay 10 qatim degizsangiz, cho'qim unaydi.
Sen gümmisan. Ha, xon ota. Meni tashlab boshqa yerda qo'sh tikkan emasmiding? Xon otamning mijozi yo'qkan deb anglab, bu yerdan o'tkash yo'qlab keldi. Qiyonlar hujum qilishga meni ko'ndirman deb necha qitim odam avatgan eding. Mana endi o'zing gapsan. Nemishqa gap qilmay qarab tursan? Qandoq qilay deysan? Sizlarning ulug' nomlarida al qavmlarni to'plab Temirchini yo'qtayli. Men Temirchining dadisi bilan qasamdoshman. Ular necha qitim mardlik bilan bizga yordamlashgan tursa, uni yo'qotishga qandoq ko'nglim chidaydi? Xon ota. Alpozimga qaraganda cho'qim shunda qiladigan o'xshaysan. Men qeridim. Qarg'i kelmaydigan bo'lib qoldim. Qandoq qilg'in kelsa, shunda qilasan. Lekin mas'uliyatdan bosh tortma. Men umrimning oxirini tinch aman o'tkazib, pok dilim bilan egam Aysoning oldiga boray deyman. Qanaq bo'ldi? Amirxon qo'shin tatishga qo'shildimi? Xon otam qo'shildi. Tayyor olsin. Odamlarni darhol jing, darhol qo'shin tatib otilmayli. Hop, to'xta. Yo'q. Davrang sanmayli. O'g'irlikcha hujum qilayli. Temirchi nima qilarini bilmay qolsin. Xonaga rost Temirchining hujum qo'zg'amdilar. Menda nima amal? Baqqan botiliqim cho'ng bo'pti. Menda qeri tugini qo'tandan chiqarib etamizmi? Sizlar vapaga jafo qilsizlar, Tangrining jazosidan qo'rqmamdilar. Tangri egam mendagi oq ko'ngil ham yo'ldan ozg'onlarni jazolamas. Sizlar rost qerib qopdilar. Jaqagan bu. Jaqagan bu, obdan inim. Kerak qabilasini qutuldirib ol. Kerak qabilasini adolatsiz urushga qisqasini qanday qutuldiraman? Daychig'imning bir kunni qanchalik yuguralaydig'ini o'zim bilaman. Sengim Temirchinga tang kelanmaydi. Meni qanday qil deydilar? Sengimga yordamlashgan. Nima? Hozir boshqa yo'l yo'q. Agar Sengim mag'lub bo'lsa, kerak ulusining qavmlari Mo'ng'ullarning asortida qoladi. O chaqda meni sening xotin to'qallarimiz, yana Sengimning xotin to'qallari shamonga cho'qinadigan Mo'ng'ullarning qul dedaklariga aylanib qoladi. Shu chaqda o'lib tatib qolsam, egam Aysoga qandoq yuz kelalayman? Ma'qul emsa. Sengimga yordamlashib Temirchinga hujum qilay. Biroq u ishtar, iqtidorsiz, ham gapga kirmaydigan odam. Bundaq cho'ng ishni uning yolg'iz tutqizib qo'yishga bo'lmaydi. Bo'ladi. Mushu qerijinimdan kechib, yana bir qatim otlanay. Hozirla Temirchinga urush xabarini beray. Qandoq yazsam bo'la? Nima deb yozaman? Amirxon, Temirchinga hujum qilishga nimishqa Sengim navbatdilar. Nima? Qulon, qandoq bildingiz? Shuni deyman, nereden anladınız? Sengim dadam bilan Jamuqonni boshlab Temirchining ovuliga tuyuqsiz hujum qilishga otlandi. Nima? Qo'shin tatib bo'ldimi?
Miladiya 1203 yili Karaylar qo'shin bo'yicha otlanib To'mirchinning ovuliga tuyuqsiz hujum qildi. Tarix To'mirchinni Karaylar bilan qiyonlarning hayot-mamotlik urushiga yuzlantirdi. U xolisun xolimisun bu urushni qabul qilmay amali yo'q edi. Mingshi! Chaqa mingish, tuz bo'lish. Siz mingishi! Mingshi! Tez bo'lish. Qaraslar, bir top ayollarni tutib kelibdi. Ular kimlar? O'lim bilan bo'rtalarmi? Ular kimning xotin bola chaqalari? To'mirchinning enisi Qasarni mag'lub qildik. Qasarning xotini, qizi yana 2 o'g'lini tutib keldik. To'mirchi qanday qoldi? Jamuqa qo'g'lab ketdi. Biroq ularning qattiq qarshiligiga uchirdik. Uqdim. To'mirchining tishig'i takkili bo'lmaydi. Ne bo'ldi? Sen gümgü nim bo'ldi? U nim bo'ldi? Yuziga o'q tegdi. Demedim-mi? To'mirchin tishig'i takkili bo'lmaydigan odam edi. Sizlar tishig'i takkili bo'lmaydigan odamning tishig'i tegdinglar. Mani ko'rgansizlar, o'g'limning yuziga miq qadilibdi. Endi bu gaplarni deganing nim foydasi? Uning qisosini epmamdilar. Ma'qul. Egam o'zing kechirasan. Jaqagan bu. Qo'shinni darhol yig'ib. Yuringlar. Xanaga, bo'ldi qilayli. Yana urushsaq, e'tiborliq o'g'illardimi quruq qoladilar. Amirxon, yaltaymag'aylar. To'mirchin hozir oldin ketdi. Meni degan ko'tal etib turmoq, yotadigan qo'shchidirmi qamadi. Bir g'ayrat bilan uni talto'ks yo'qtayli. Yarlangan yo'lbos etasi vahshi keladi. Avval kuchimizni saqlab, qo'shinni dam oldirib tartibga solgandan keyin To'mirchinni yo'qolsaqmi bo'ladi. O chaqda ularni etkimizni tezak tegandek terib kelamiz. Amirxon, qo'shinni dam oldirmaydi. Voy, bo'ldi talashmanglar. Jaqagan bu, Jamuqa urushdan chekinsin. Yuringlar. Qora Qoldit cho'li urushida Karaylar bilan qiyonlar har ikki taraf ig'ir talafotga uchradi. To'mirchin Amirxonning hujumidan o'zini qochirish uchun urush maydonidan sharqqa chekinganda qo'shinining oran 4600 odamli qolgan edi. Timolinning keynidan tegibdi. Tova. Bu Temulinning o'qi. Uning o'qi o'ziga qandoq tekkandi? Timolin. Nim bo'lganda, o'g'idayning hozircha xabari yo'q. O'g'day, Qasar, Bo'g'irchi, Boroqillarning izlariga yo'q. Qo'shin qavmimizning tangdan to'lasi tarab chechilib ketdi. Qag'anim, bu yoqchi silot ekan. Nima bo'ldi? Bo'g'irchi qaytib keldi. Qani? Yursizlar. Qag'anim. O'g'day, nima bo'ldi? Maydisiga Amirxon qo'shinining o'qi tegdi. Bo'g'irchi bilan qalayimqanchilikda uni aron qutuldirib chiqdik. Bo'g'irchi yarsizlikka uyib qolgan qonlarni sho'rab chiqaribdi. Ming taslikda biyan tep keldik. O o'shidan ketdimi? Yo'q. Uxlab qoldi. Qag'anim, hushiga keldi. O'g'day. Qag'an ota. Ansirmasizlar. Hech nim bo'lmayman. Ilohim shifoliq topqaysan. Meni ansiratma. Bilasan, men sana bak amroq. Xonata. Ko'zlari qizirib ketibdi. Birdan uxlab olsalar. Men saqib ketaman. Ansirma o'g'lim. Kelma. Labbay.
Qağanım. Ögelenin xabarini endi ulu xatunga deb qo'ysang bo'ladi. Xo'p. Uni chedirga kirib qo'yinglar. Qağanım, selimi chedirga kirib uxlayapsizlar. Hozir mush bir qancha chedirimizni qoldi. Yana shuncha ko'p yerdirlar tursa, biz talada tunaylik. Qağanım. Qağanım. Sizlar uxlamadinglarmi? Temirchan. Temolin jon uzib ketdi. Temolin. 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 Akşam bir qitim o'shig'i keldi. Bir nima dedim o? Onun deyishcha, uni atqan qucharkan. Nevri akam quchar.
上的家园，因为你而辽阔，到处传扬你的恩德，在牧人心头铭刻，深深铭刻。每个降生的